Assalomu alaykum Instagram kuzatuvchilarimiz. Mana xudo xohlasa Fayzli xonadonimizga xizmatga keldi. Chaqirishdi mana go'shtli somsamiz inshaalloh mana chiroyli bo'lib qizarib turibdi ranglari mana. Bunizda mana avashnoylarimiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xohlasa hozir mana sizlarga tayyor ichlarini uzib, ichlarigacha ko'rsatamiz. Bay. Yani yavaş yürüyoruz yani. Böyle görsele bo'ladi mana. İnşallah chiroyli bo'lib chiqyapti mana. O'ta go'zal. Asli ichini obzorini ko'rsatamiz. Voy qirsilashni o'zinglar eshitasizlar mana pisочный xamir. Bu go'shtligimiz mana. İçini o'zinglar ko'rsanglar to'la go'sht. İçi puch emas, piyozli emas mana. Va bunisi mana xudo xohlasa avashyo'liklar. Mana o'zinglar ko'rsanglar bo'ladi. Xizmatli bo'lsa inshaalloh nomerga yozib qoldiramiz, telefon qilsanglar bo'ladi. Mana inshaalloh somsalarimiz уже tayyor bo'ldi mana. O'zinglar ko'rsanglar bo'ladi avashyo'lik somsalarimiz mana. Mana bunisi go'shtli. Mana yana go'shtlarimiz. Mana Instagram kuzatuvchilarimiz hozir klientimiz, xizmatga kelgan xonadonimiz egalari o'zlari ma'lumot beradi. Okajon, ma'lumot berasiz? Biz har doim somsadan chaqiramiz. Chiqib Xudoga shukr, somsalar juda go'zal, go'shtlilari ham, avashnoylari ham, hammasi mazasi ham zo'r, ishlari to'la go'sht. Pastiyani klientimiz xizmatlar bo'lsa, mana shu har doim akalarimiz tayyor kelib go'zal somsalar pishirib berishadi. Somsalarga gap yo'q. Xudo xohlasa aka, somsangiz sizga manzur, rozisiz aka? Roziman aka. Qo'lingizda qo'ying. Mana aka xizmatli bo'lsa, chaqirasizlar.